Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Avgust oyida pensionerlar pulini vaqtida va to'liq olish uchun ulgurishi kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarimizga, balki ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta hujjat kechiksa, bitta ariza yozilmasa yoki bitta xabar e'tibordan chetda qolsa, pensiya to'lovi kechikishi, kamayishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor kuchaygan, kimlar albatta harakat qilishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi holatlarda xatoga yo'l qo'yiladi va avgust oyida nimalarni tekshirib qo'yish zarur. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida eng amaliy ro'yxatni beraman. Qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, nima deb murojaat qilish kerakligini bittalab aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga aynan kerak bo'lgan paytda yordam beradi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylardi. Pensiya tayinlandi. Tamom, endi har oy avtomatik tushaveradi. Ko'p yillar davomida haqiqatan ham ko'p ishlar oddiy ko'rinardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki bank kartaga o'tkazardi. Odamlar ko'p hollarda o'zidagi hujjatlarni yangilash, yashash manzili o'zgarganini bildirish, karta muddati tugayotganini tekshirish, ishonchnoma muddati o'tgan, o'tmaganiga qarash kabi masalalarga jiddiy e'tibor bermasdi. Hozir esa tizim ancha tartibli bo'lib boryapti. Davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Pensiya oluvchi haqiqatan ham ro'yxatda bormi? Bank kartasi faolmi? Oluvchi chet elga uzoq muddatga chiqib ketmaganmi? Ishonchnoma haqiqiymi? Nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha asoslar kuchdanmi? Hammasi tekshiriladi. Bu yomon narsa emas. Aksincha, adolatli to'lov, ortiqcha xatoliklarning oldini olish va pullarning haqiqiy egasiga yetib borish uchun kerak. Lekin oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? Bu degani, pensioner o'z ma'lumotlarini vaqtida yangilab turmasa, to'lovda uzilish paydo bo'lishi mumkin. Avgust oyining alohida ahamiyati shundaki, ko'p joylarda yozning oxiri hisob-kitoblar, ro'yxatlarni yangilash, yangi o'quv yili oldidan oilaviy xarajatlar oshishi, bank kartalarini almashtirish, ayrim hududlarda manzil ro'yxati bo'yicha tekshiruvlar davriga to'g'ri keladi. Bundan tashqari odamlar yozda ko'p safarga chiqadi. Kimdir farzandinikiga boradi, kimdir davolanishga ketadi. Kimdir boshqa viloyatda bir necha oy yashab turadi. Mana shu paytda pensiya to'lovi bilan bog'liq xatolar ko'payadi. Men birinchi navbatda har bir pensionerga shuni tavsiya qilaman. Avgust oyida o'zingizning pensiya ishingizdagi asosiy ma'lumotlarni tekshirtirib qo'ying. Bu nima degani? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, bank hisob raqami yoki karta ma'lumoti to'g'ri kiritilganmi? Shularni aniqlash kerak. Masalan, amaliy hayotda shunday holatlar ko'p uchraydi. Otaxon eski pasport bilan pensiyaga chiqqan, keyin ID karta olgan. Lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot yangilanmagan. Bankda esa yangi ID bo'yicha hisob ochilgan. Natijada bazalarda kichik farq chiqadi. To'lov butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin aniqlik kiritilguncha kechikadi. Pensioner esa nega pul tushmadi deb bankka boradi. Bank bizga mablag' kelmagan deydi. Pensiya idorasi ma'lumotni yangilash kerak deydi. Agar bu ishni oldindan qilsangiz muammo chiqmaydi. Yana bir misol. Onaxon qizi bilan boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin propiska yoki doimiy yashash manzili bo'yicha o'zgarish kiritilmagan. Pochtadan oladigan bo'lsa, pul eski manzil bo'yicha chiqarilgan bo'lishi mumkin. Agar bank karta orqali olsa ham. Ayrim xabarnomalar, chaqiruvlar yoki tekshiruvlar eski manzilga ketishi mumkin. Keyin odam bilmay qoladi, menga hech kim aytmadi deydi. Shuning uchun avgustda birinchi ish hujjatlardagi asosiy ma'lumotlarni tekshirish. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Yaqinda pasport yoki ID kartasini almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chganlar, pensiyani pochta orqali oladiganlar, telefon raqamini almashtirganlar, bank kartasini yaqinda o'zgartirganlar. Kimlar uncha xavotir olmasa ham bo'ladi. Hamma hujjati joyida, karta faol, manzil o'zgarmagan, har oy pul muammosiz tushayotgan pensionerlar. Lekin ular ham kamida bir marta tekshirtirib qo'ysa zarar qilmaydi. Hozir ko'pchilik pensiyani bank kartasi orqali oladi. Bu qulay, xavfsiz va tez. Lekin kartaning ham muddati bo'ladi. Karta bloklanishi mumkin, PIN kod unutiladi, SMS xabarnoma ulanmagan bo'lishi mumkin. Hisob raqami o'zgargan bo'lishi mumkin.
Avgust oyida pensionerlar albatta bank kartasining amal qilish muddatiga qarasin. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Masalan, 0224 deb yozilgan bo'lsa, bu karta avgust oyining oxirigacha amal qiladi. Lekin ayrim to'lovlar kelishida bank operatsiyalarida noqulaylik chiqmasligi uchun bunday kartani oxirgi kungacha kutmasdan oldindan almashtirish kerak. Men ko'p uchratgan holat. Pensioner kartasini ishlatmaydi. Pul tushganda nevarasi bankomatdan olib beradi. Karta muddati tugaganini hech kim ko'rmaydi. Pul keladi, lekin yechib bo'lmaydi. Yoki karta yo'qolgan, lekin keyin qilamiz deb yuriladi. Avgustda xarajat ko'p bo'ladi. Dori darmon, kommunal to'lov, farzand nevaralarga yordam, oziq-ovqat. Shunday paytda karta ishlamay qolsa, bu juda og'ir. Bankka borganda nima qilish kerak? Pasport yoki ID kartani olib boring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta chiqarishni so'rang. Bank xodimidan pensiya tushadigan hisob aynan yangi kartaga bog'langanmi? Eski karta yopiladimi yoki faqat yangisi beriladimi? Shuni aniq so'rang. SMS xabarnoma yoki mobil ilova ulangan bo'lsa, tushumlarni ko'rib turasiz. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yoki ishonchli yaqiniga xabar berish tizimini tushuntirib qo'yish foydali. Lekin bu yerda nozik jihat bor. Pensionerning kartasini begona odamga berib qo'yish xavfli. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham karta va PIN kodini nazoratsiz topshirish to'g'ri emas. Agar pensioner o'zi yura olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirilgani yaxshi. Chunki keyinchalik pul yechilgan, lekin pensioner olmagan bo'lsa isbotlash qiyin bo'ladi. Ko'p pensionerlar yoshi, sog'lig'i yoki uzoqda yashashi sababli pensiyani o'zi ola olmaydi. Bunday paytda farzandi, turmush o'rtog'i, ukasi, singlisi yoki boshqa ishonchli odam vakil sifatida pul oladi. Bu normal holat. Lekin bu ish og'zaki kelishuv bilan emas, hujjat bilan bo'lishi kerak. Ishonchnomaning muddati bor. Agar muddat tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Masalan, onaxon o'g'liga 1 yilga ishonchnoma bergan. O'g'li har oy pensiyani olib kelib bergan. 1 yil o'tganini hech kim sezmagan. Avgustda o'g'li pul olishga borsa, unga ishonchnoma muddati tugagan deyishadi. Onaxonning o'zi esa yura olmaydi. Endi notarius chaqirish, hujjat tayyorlash vaqt ketadi. Agar oldindan tekshirilganda muammo bo'lmasdi. Ishonchnoma masalasida yana bir muhim jihat bor. Ayrim odamlar, mening onam ro'zilar, otam ro'zilar, shuning uchun karta mendan turadi deydi. Lekin huquqiy tomondan bu har doim ham to'g'ri emas. Agar pensionerning ro'ziligi yozma hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, nizoli vaziyatda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, agar pensioner o'zi ola olmasa, ishonchnomani rasmiy qiling. Bu ham pensionerni himoya qiladi, ham pul olib berayotgan odamni himoya qiladi. Avgustda ishonchnomani tekshirish kerak bo'lganlar, yura olmaydigan pensionerlar, chekka hududda yashab, pulni farzandi olib beradiganlar, kasalxonadagi parvarishda bo'lganlar, chet elga ketgan pensionerlarning yaqinlari. Notariusga borganda pasport yoki ID karta, pensionerning shaxsiy ma'lumoti, vakil bo'ladigan odamning hujjati kerak bo'ladi. Agar pensioner uydan chiqa olmasa, notarius xizmatini uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini so'rash kerak. Pensiya deganda odamlar faqat asosiy oylik to'lovni tushunadi. Aslida ayrim pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar, parvarish bilan bog'liq nafaqalar, imtiyozlar, ayrim toifadagi shaxslarga belgilangan qo'shimchalar tegishli bo'lishi mumkin. Hamma ham buni bilmaydi. Ba'zida odam 2-3 yil davomida o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalanmay yuradi. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerga alohida tartibda qo'shimcha yordam yoki imtiyozlar bo'lishi mumkin. Yolg'iz yashaydigan keksalarga ijtimoiy xizmatlar kerak bo'lishi mumkin. Urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar bo'yicha turli to'lovlar bo'lishi mumkin. Har bir holatda shartlar boshqacha, lekin asosiy masala bitta. Siz so'ramasangiz, ko'p hollarda hech kim kelib, mana sizga yana pul demaydi. Tizimda ma'lumot bo'lsa ham arza kerak bo'ladigan holatlar bor. Real misol qilib olaylik. Bir onaxonning turmush o'rtog'i vafot etgan. U o'zi pensiya oladi. Lekin o'quvchisini yo'qotganlik yoki turmush o'rtog'ining ish staji, harbiy yoki maxsus maqomi bilan bog'liq masalalarni hech qachon tekshirtirmagan. Farzandlari onam pensiya olyapti-ku deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'ladiki, ayrim hujjatlar asosida qayta hisoblash yoki boshqa turdagi to'lovga o'tish masalasini ko'rib chiqish mumkin ekan. Albatta, hamma holatda pul ko'payadi deb va'da bermayman. Lekin tekshirtma qilish kerak. O'zingizning pensiya miqdoringizni va unga qo'shilayotgan ustamalarni bilib oling.
pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mening pensiyam tarkibida qanday ustamalar bor? Qayta hisoblash uchun asos bormi? Qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiyaga huquqim bormi deb so'rang. Agar sizda nogironlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, mukofot yoki faxriy unvon hujjati, vafot etgan turmush o'rtog'ining hujjatlari, harbiy xizmat bilan bog'liq ma'lumotlar bo'lsa, nusxalarini tayyorlab boring. Bu eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan masalalardan biri. Ba'zi pensionerlar pensiyam nega kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab esa ba'zan bank krediti, sud qarori, ijro hujjati, kommunal qarz, aliment yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Har doim ham odam bu haqda oldindan tushunarli xabar olmaydi yoki xabar kelgan bo'lsa ham e'tibor bermaydi. Masalan, otaxon bir necha yil oldin qarindoshiga kafil bo'lgan. Qarindosh kreditni to'lamagan, ish sudga o'tgan, ijro hujjati kelgan. Keyin pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinadi. Otaxon esa menga pensiyani kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida bu pensiya organining xohishi bilan emas, ijro tartibi bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir holat, bank kartasiga pensiya tushadi, lekin karta qarzdorlik sababli bloklangan yoki avtomatik yechim bo'lgan. Bunday paytda sababni aniq bilmasdan turib, kimnidir ayblash foyda bermaydi. Avgustda albatta tekshirish kerak, pensiyangizdan ushlab qolish bormi? Agar bo'lsa, qaysi hujjat asosida, qancha foiz, qachongacha, qolgan qarz miqdori qancha? Buni pensiya bo'limidan, bankdan yoki majburiy ijro byurosidan aniqlash mumkin. Agar ushlab qolish noqonuniy yoki noto'g'ri deb o'ylasangiz, yozma ariza bilan tushuntirish so'rang. Og'zaki gap yetarli emas. Sizga hujjat raqami, qaror sanasi, ijro ishi raqami kerak bo'ladi. Endi juda muhim nuanslarni tushuntiraman. Birinchi nuans, pensiya kechiksa, darrov pul kesildi deb vahima qilish kerak emas. Ba'zan bayram kunlari, dam olish kunlari, banklararo o'tkazmalar, texnik yangilanishlar sababli 1-2 kun farq bo'lishi mumkin. Lekin kechikish 35 ish kunidan oshsa, albatta sababini aniqlash kerak. O'zi tushib qolar deb o'tirish noto'g'ri. Ikkinchi nuans, chet elga chiqish masalasi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya to'lovini olish tartibi, yashash holatini tasdiqlash, bank operatsiyalari yoki vakillik masalalari bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'riladi. Kimdir bir oyga mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, bu boshqa. Kimdir doimiy yashash uchun ketgan bo'lsa, bu boshqa. Shuning uchun chet elga ketishdan oldin pensiya bo'limidan tartibni so'rab qo'yish kerak. Uchinchi nuans, nogironlik pensiyasi va tibbiy ko'rik muddatlari. Agar pensiya yoki nafaqa nogironlik asosida tayinlangan bo'lsa, tibbiy xulosa muddati muhim. Ba'zi nogironlik muddatsiz bo'ladi. Ba'zilari qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lovda muammo paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli avgustda tibbiy hujjatlaringizni ham ko'rib chiqing. Qaysi sanagacha amal qiladi? Qayta ko'rikka qachon borish kerak? Qaysi poliklinikadan yo'llanma olinadi? Buni oldindan bilib qo'yish juda muhim. 4-nuans, vafot etgan pensionerning puli bu og'ir mavzu, lekin aytish kerak. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin yaqinlari kartadagi pulni yechishda davom etadi yoki bu baribir oilaning puli deb o'ylaydi. Bu huquqiy jihatdan xavfli. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan to'lovlar bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Ortiqcha to'langan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoralarga xabar berish, meros va oxirgi to'lovlar tartibini qonuniy hal qilish kerak. 5-nuans, telefon firibgarlari. Hozir pensiyangiz oshirildi, kompensatsiya chiqdi, kartangizni tasdiqlang, kod ayting deb qo'ng'iroq qiladigan firibgarlar ko'p. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod, karta raqami, PIN kod, mobil ilova parolini aytmang. Pensiya bo'yicha haqiqiy murojaatlar rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari orqali bo'ladi. Telefon orqali hozir kod aytsangiz pul tushadi degan gaplarning deyarli barchasi firibgarlik belgisi. Endi sizga eng kerakli amaliy reja beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi, telefon raqamingiz. Mehnat daftarchasi bo'lsa u, nogironlik hujjati bo'lsa u, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Hamma narsani bitta papkaga soling. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Ikkinchi qadam, banka boring yoki ishonchli yaqiningiz bilan tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Pensiya tushadigan hisob faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta yo'qolsa nima qilish kerak? Shularni aniqlang.
Agar karta muddati avgust, sentyabr yoki oktyabrda tugasa, hozirdan almashtirishga harakat qiling. 3-qadam pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda shunday deyishingiz mumkin: mening pensiya ishimdagi shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Bank hisob, yashash manzilim, telefon raqamim va pensiya miqdorim bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirmoqchiman. Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash uchun asoslar bor yo'qligini ham tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shu gapning o'zi yetarli. Eng muhimi, aniq so'rashingiz kerak. 4-qadam. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddatini tekshiring. Muddat qachon tugaydi? Vakilning pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Bank yoki pochta bu ishonchnomani qabul qiladimi agar pensioner yura olmasa? Notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Buni oxirgi kunga qoldirmang, chunki notarius va bank ishlarida ham navbat bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar pensiya kamaygan, kechgan yoki tushmagan bo'lsa, yozma ravishda sababini so'rang. Bankdan tushum bo'lganmi yoki yo'qmi deb so'rang. Pensiya bo'limidan to'lov chiqarilganmi deb so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi hujjat asosida deb so'rang. Majburiy ijro bilan bog'liq bo'lsa, ijro ish raqamini aniqlang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 6-qadam, oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying. Pensioner ota-onangiz yoki buvingizbobongiz bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Har oy pul tushmaganini, dori-darmon va oziq-ovqatga yetayotganini, firibgarlar qo'ng'iroq qilmaganini so'rab turing. Lekin nazorat degani ularning pulini tortib olish degani emas. Pensionerning puli uning o'z mulki. Yordam halol, ochiq va hurmat bilan bo'lishi kerak. 7-qadam, barcha muhim sanalarni yozib qo'ying. Karta muddati, ishonchnoma muddati, tibbiy ko'rik sanasi, pasport almashtirish muddati, kommunal imtiyoz hujjatlari hammasini daftariga yoki telefonga yozing. Keksalar uchun oddiy daftar juda foydali. Qaysi kuni qancha pensiya tushdi? Qayerga qancha sarflandi? Kim yordam berdi? Qaysi idoraga borildi? Bu keyinchalik tushunmovchiliklarning oldini oladi. Kimlar hozirroq harakat qilish kerak? Avgustda karta muddati tugayotganlar, pensiyasi kechikayotganlar, yaqinda hujjat almashtirganlar, boshqa joyga ko'chganlar, pulni vakil orqali olayotganlar, nogironlik hujjati muddati yaqinlashganlar, pensiyasi sababsiz kamayganlar, chet elga chiqishni rejalashtirayotganlar. Kimlar faqat tekshirib qo'ysa kifoya, har oy pulni barqaror olayotgan, hujjatlari o'zgarmagan, kartasi yangi va faol bo'lgan pensionerlar. Lekin yana aytaman, tekshiruvning zarari yo'q, aksincha xotirjamlik beradi. Bugun men sizga avgust oyida pensionerlar ulgurishi kerak bo'lgan 5 ta asosiy ishni tushuntirdim. Ma'lumotlarni tekshirtirish, bank kartasi va hisobni nazorat qilish, ishonchnomani yangilash, qo'shimcha to'lov va kompensatsiyalarni aniqlash, qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshirish. Bular oddiy ko'ringani bilan aynan shu masalalar pensionerning pulni vaqtida olishi yoki ololmasligini hal qiladi. Mening tavsiyam, bu ishlarni ertaga emas, oy oxirida emas, hozir boshlang. Bir kun vaqt ajratsangiz, keyingi oylar uchun xotirjam bo'lasiz. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu videodagi ma'lumotlarni tushuntiring. Agar o'zingiz pensioner bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshiring va kerak bo'lsa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Kommentariyada yozing. Siz pensiyani karta orqali olasizmi yoki pochta orqalimi? Avgustda sizda karta. Hujjat yoki to'lov bo'yicha muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerning puli o'z vaqtida kelishi faqat qulaylik emas. Bu uning dori-darmoni, oziq-ovqati, tinchligi va hurmatli hayoti uchun juda muhim.